Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eee, Avvalambor ko'rib turganlar uchun rahmat. Bu yangi kanal. Men bloger emasman o'zi, lekin yaratayotgan dasturlarimni sizlarga taqdim qilmoqchiman. Shuning uchun shunday video qilishimga to'g'ri keldi. Avvalambor uzr, ovoz sifati yaxshi emas, chunki menda bu bo'yicha sharoit yo'q. Mikrofon, har xil studiyalar, ovoz video studiyalar. Shuning uchun ham men o'zi bunday bilmayman ham, bu sohada montaj qilish nimalarni beginner hisoblanaman, chunki bu sohani o'rganishga qiziqmaganman, lekin dasturchilik qo'limdan keladi, oz bo'lsa ham. Va sizlar uchun bu dasturlarim, mana bu dasturlarim foydali bo'ladi deb umid qilaman. Foydali bo'ladi, sizlar uchun foydasi tegsa juda ham xursand bo'laman. Xo'p, endi mana boshlasak, avvalambor prezentatsiya. Bu dasturlar nimaga kerak? Bu dasturlar o'zi kompyuter dasturlari hisoblanadi. Kompyuter dasturi bo'lgandan keyin bilasiz, kompyuter sal nima bo'ladi. Bu suratni nimaga qo'ydim? Chunki bu surat bilasizlar, hamma hozir telefon dasturlariga o'tib ketgan. Telefon dasturlari telefonga bog'lab qo'yadi sizlarni va juda ham orasida mana ko'zga yaqin qilinadi. Ko'zga yaqin qilingandan keyin radiatsiya ko'zga juda ham kuchliroq tegadi. Va yana bitta narsaga ahamiyat qaratish kerak. Telefonda biror bir bilim o'rganasiz. Mana nemis tili, masalan, nemis tilini o'rganayotgan bo'lsangiz telefonda ham birinchi navbatda telefonda hozirgi kunda Play Marketda bir 10 ta ham ilova topmasangiz kerak. Men shunday deb o'ylayman. Ingliz yo rus tillaridan yuzlab ilovalar topish mumkin. Lekin nemis tili yoki fransuz tiliga o'xshash tillarda hali u qadar rivojlanmagan va bunda sizlarda muammo bo'ladi, ham kompyuterda, ham telefonda ilova topish. Lekin men sizlarga kompyuter bilan bog'liq ilovani taklif qila olaman. Xo'p, mana qaranglar, 10 santimetr atrofida deyilgan. Mana shu ikkita nima ko'z bilan nimaning orasi, telefonning orasi 10 santimetr. Bu juda ham xavfli hisoblanadi, monitorda oldidan ko'ra. Masalan, monitorda siz mana shuncha uzoq o'tirasiz, 70 santimetr atrofida. 70 santimetr monitor bilan atrofida uzoqroq bo'lsa, baribir nimaroq bo'ladi va ham yana diqqatliroq bo'lasiz telefondan ko'ra. Chunki telefonda sizning qo'lingiz nimaga telefonning gadjet ekraniga tegib o'tiradi. Mana shu muammo bo'ladi. Mana qaranglar, mana ikkalasining farqini ko'ring. Qaysi biri xavfsiz desa, 70 santimetr atrofida o'tirgan odam hozir kamroq zarar olyapti. Va shuning uchun ham men o'ylayman, kompyuter ilovani rivojlantirish kerak. Istalgan bir til o'rganishmi yoki fan o'rganish bo'yicha. Buni e'tibor berilmay qo'yildi. Taxminan shu 2007-yillardan keyin, 2008-yillardan keyin bo'lsa kerak. Va shundan keyin pasayish boshlandi. Kompyuter uchun ta'lim bilan bog'liq programmalar yaratish pasayib ketdi dunyo miqyosida. Va buni joyiga qaytarish kerak deb o'ylayman, chunki kelajak avlod juda qiynalyapti. O'zimiz ham ko'p ko'zimizni og'ritib qo'ygan paytlarimiz ham bo'lgan. Telefondan nima o'rganib, lekin to'g'risini aytganda hamma joyda telefon kissada bor. Kissamizda xohlagan joyimizda bo'sh vaqtda o'rganib ketishimiz mumkin. Alohida kompyuterni qo'shish qiyin masalada. Xo'p, agar yana bitta narsaga e'tibor qaratinglar, mana kompyuterda zararsiz deyishimni sababi ham, mana kompyuterda ekrani bo'lsa, mana shu monitor shu bo'ladi va yana tepaga, pastga va chapga va o'ngga tarqatadi nurlarini. Mana bu yerda siz o'tiribsiz. 60% lik nurni oluvchi siz bo'lasiz. Qolgan 40%ni mana bu atroflarga yuboradi bu. Ya'ni mana bu yerga, chapga va o'ngga. Natijada o'sha siz kamroq zarar olasiz. Endi bunga qaranglar, mana gadjetda ishlatib o'tirgandan ko'ra, mana bundaylar barmoq siypalab asab bo'lib, bemalol mana kompyuterda ishlash qulayroq. Hammamiz ham his qilganmiz buni, to'g'rimi? Oddiygina o'yin o'ynashni aytsangiz ham, kontrda telefonda o'ynagan yaxshimi yo kompyuterdami? Конечно, hamma kompyuterga boradi. Xuddi shunday narsa. Ta'lim o'rganish ham. Va yana bitta narsaga ahamiyat qaratinglar. Mana bitta ekran 6 ta telefonga teng. Mayli u yoq bu yoq bilan 7 ta desin, mayli 8 ta ham deylik. Kimdadir agar kattaroq ekran bo'lsa. Lekin sizda 10 santimetr emas, 70 santimetr uzoq bo'lib turibsizda. Baribir ikkalasining ham nurining tegishi teng hisoblanadi, lekin siz kompyuterda qulaylikni qabul qilib olasiz baribir telefondan ko'ra. Xo'p, yana mana qaranglar, mana Play Market masalasini aytay. Ko'pchilik aytadi, mana
Masalan, o'zim ham bir marta guvohi bo'lganman. 2014-15-yillarda bir og'aynim telefonida bitta ilova ko'rgandim, Galereya degan. Bir juda chiroyli, ajoyib vizual galereya. Va 2018-yili o'zim Android telefon sotib olganimdan keyin mana shu galereyani bemalol maza qilib ishlataverdim. Lekin afsuski 2020-yildan keyin o'sha sariq rangli galereya, ayrimlar bilsa ham kerak, o'shani ishlatgandiram. O'sha Play Marketdan yo'q bo'lib qolgan. Demak, man Play Market masalasini man unchalik tushunmayman, lekin man taxmin qilishimcha, yillikmi, oylikmi o'sha muallif, avtor programmani qo'ygan odam Google Play'ga yoki App Store'ga pulni to'lab turishi kerak bo'ladi. O'shani pulni to'lab tura olmasa, Play Marketdan o'chib ketadi. Va shunday bo'lib qoldimi yoki boshqa bir sabablar tufayli Play Marketdan yuvib qolar ekan ilovalar. Demak, odamlar APK qilib arxiv qilib olib, o'zlariga yoqqan ilovalarni arxiv qilishi mumkin. Xususan ta'lim sohasidagi ilovalarni ham. Shuni men maslahat beraman hammaga. O'zim ham qilib qo'yganman bir nechtasini. Lekin baribir bunga ham ishonch yo'q, chunki zapas APK qilib uni kompyuterga saqlab qo'yganingizda ham, baribir bir kun kelib yana kompyuterdan olib telefonga qo'yib o'rnatib ishlatganingizda ham ayrim muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, обновлениyalar kelib boshlaydi telefonga, telefon o'zidan yangi modeldagi telefon olganingiz bor. Baribir eski o'sha davrda bibliotekalar bilan tayyorlangan ilovalar yangi обновлениyaga kelganda muammo chiqaradi. O'qishni xohlamaydi, qabul qilmaydi. To'g'ri, ikkalasi ham APK, lekin baribir o'sha davrda APKsi bilan hozirgi davrda APKlari farqi bor. Buni programmistlar yaxshiroq tushunadi. Men ham o'zim unchalik tushunmayman, chunki telefonda ilova yaratadigan odam emasman. Lekin buni biladiganlar bor-da bu narsani. O'sha davrda ilovalari bilan hozirgi davrda ilovalari baribir formatlari bir xil bo'lgani bilan uni ichidagi kutubxonalari har xil. Shuning uchun muammo kelaveradi. Endi yana bitta narsa aytay. Xo'sh, mana ilovam masalan kompyuterda bo'lar ekan, sizda 10 yildan keyin ham, 20 yildan keyin ham, 30 yildan keyin ham o'sha kompyuter ilovasi turaveradi, osonlikcha eskirmaydi. Ya'ni Windows'da yangi versiyalar, yangicha bibliotekalar bilan tayyorlangani bilan sizda baribir kamroq siquvga oladi, telefondan ko'ra. Kamroq siquvga olganidan keyin sizda mana bu ilova bemalol o'rganishingiz mumkin, ishlatishingiz mumkin. Hamma yana komfortni qabul qilib olasiz. Xo'p, yana nima desam ekan? Ham yana o'sha o'zingiz o'rganganingizdan keyin bugun student bo'lsangiz, masalan, asosan studentlarga maslahat beraman, til o'rganadigan bunday programmalarni. Bugun student bo'lsangiz, erta baribir 10 yildan keyin bolangizga o'rgatishingiz mumkin va bu o'zingizda qoladigan programma bolangizga o'rgatib, masalan, mana shunday xuddi mana shu narsani men qilaman hali kelajakda. Chunki bolam katta bo'lavergandan keyin lug'atlar bor, mana tayyor o'zim yaratganman masalan. Yoki boshqa yerdan skachat qilishim mumkin, lekin mana bola mana shundan o'rganishi kerak. Kompyuterdan olib, chunki telefon qo'liga bersangiz, u yoqda TikTok bo'ladi, YouTube bo'ladi. Play Marketdan o'yin olishi mumkin. Kompyuterda ham o'ynash mumkin, to'g'ri, lekin kompyuterda hamma o'yinlar ham qo'llab-quvvatlanavermaydi. Buni kompyuter o'ynaganlar tushunadi, chunki kuchlilik qilishi mumkin, drayverlar to'g'ri kelmasligi mumkin. Hamma o'yin ham baribir nima bo'lib ketavermaydi. Telefonda esa Android telefonlarda ayniqsa muammo kam. O'yinlarni yuklab olganda ochish bilan bog'liq. Kompyuterda ochish bilan bog'liq muammolar doimo ko'p bo'lgani uchun ilm o'rganishni kompyuterga yo'naltirgan yaxshiroq. Kompyuterda o'rganasan deb hamma sharoitini qilib, masalan, farzandlarimizga shu programmalardan o'rganasan, o'qiysan, mana yonimda o'sha narsada bilimingni ko'rsatasan deb talab qilib turgan yaxshiroq. Ham zamonaviy, juda ham innovatsion deyish mumkin. Shunday narsa. Xo'p, mana prezentatsiya tugadi, lekin video tugagani yo'q. Mana endi dasturni ko'rsatamiz. Bu dasturlar nima uchun kompyuter dastur kerakligini tushuntirib oldim. Mana narxiga ko'ra har xil narxlab oldim. Masalan, mana bular, mana bu birinchi ilova 1000 so'm narxi turadi. Albatta pulli. Xo'sh, mana bunisi 2000 so'm. Mana bu ikkalasi 5000 so'm. Xo'p. Mana bu 7000 so'm. Mana bu esa 10000 so'm. Buni albatta kartamga o'tkazasizlar. Kartamdan o'tkazib
chekin tashlasangizlar, o'sha lichkaga nima